Nimaga menga ishonmaydi bular hayronman. O'zi men nimadir yomon ish qildimmi? Lekin u qanaqadir monstrmi, kimidi? Nima bo'lsa ham u maxluqni to'xtatishim kerak. Ha, mayli, o'zimni ishlarimni qilaychi. Nurson, nimalar bo'lyapti o'zi qishloqqa? Balkim Jorj haq bo'lib chiqsa-chi? Bekor ishonmadimmi deymanda Jorjga. Menimcha Jorjni oldiga borishim kerak. Bilmadim. Hozir Jorjga ishonganim yaxshimi yoki yo'q? Mayli, lekin aniqlik kiritib olishim kerak. Haqiqatan u maxluq Jorjmi yoki Jorj emas, bilmadim. Qiziq. Jorj qayerga ketgan ekan-a? Menimcha u o'rmonga ketgandi. Lekin o'rmon juda ham xavfli. Balkim maxluq chiqib qolishi mumkin. Balkim maxluq meni kuzatib yurgandir. Bilmadim. Mayli, tezroq Jorjni qidirishim kerak. Qiziq. Balkim meni Jorj aldagan bo'lsa-chi? Bilmadim. Qanaqadir g'alati ishlar bo'lmoqda qishloqda. Bu qishloqdagi politsiyani ham umuman foydasi tegmaydi, boru. Xo'p, mayli. Jorj, uyingdamisan? Tushunmadim. Hech kim yo'qmi? Eshigi ochiq ekan. G'alati. Voy, Jorj. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Fikrimcha, o'rmonga ketgan. Ha, qo'lida bolta ko'rgandim. Bilmadim. Mayli. Bo'lganda ham uyini yopib qo'yay. Har ehtimolga qarshi yana maxluq kelsa, mana shuni ishlataman. O'zi bitta qoldi. Ehtiyot bo'lish kerak. Shu tomondagi o'rmonlarda adashmasam, daraxt chopar edi. Jorj, shu atrofdamisan? Yoki uzoqlarga ketib qoldingmi? Hop, mayli, tezroq qidirishim kerak Jorjni. Obbo, qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Balkim bu tuzoq bo'lsa-chi? Balkim meni kutib o'tirgan bo'lsa-chi Jorj? Maxluq qiyofasida. Bilmadim. Mayli, aniqlik kiritib ko'rishim kerak. Obbo, Jorj. Tushunmadim. Men nimadirni ko'rgandek bo'ldim. G'alati. Mayli, bir tekshirib ko'ray. Tushunmadim. Jorj? Yo, Jorj. Tushunmadim. Jorjmi bu o'zi? Ha, Jorj-ku. Qo'y, Jorj. Nima bo'ldi senga? Yo, shaxsni o'zini yuzini ko'rmoqchi bo'lganlar mana shu Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Bu Telegram kanaldagi mana bu postda mingtadan ziyod reaksiya yo'qsa yuzini ko'rsatarkan. Davay tezroq obuna bo'linglar. Aytgancha obunachilar shaxs uncha montaj qilish bilmaydi. Mana shu yerda tushvorgan bo'lishi mumkin, lekin obunachilga e'tibor bermaydi. Telegram kanali silkasi kommentariyada bo'ladi. Davay tezroq o'tinglar. Let's go. Nurson, tezroq oldiga tushishim kerak. Nurson. Kim buni qilgan bo'lishi mumkin? Buni qarab bo'lmaydi-ku bu narsaga. Nurson, tezroq politsiyani chaqirishim kerak. Bu yerda aloqa yo'q. Tezroq politsiya oldiga borishim kerak. Ha, lekin buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Bu juda ham yomon ish-ku. Buni menimcha maxluq qilgan. Qishloqqa qilganday qilibdi. Boshini olib tashabdi. Mayli. Tezroq borishim kerak. Tezroq politsiyani oldiga borishim kerak. Nurson, bekor Jorjga ishonmabman. Tezroq politsiyani topishim kerak. Tezroq politsiyani oldiga borishim kerak. Ishqilib meni kuzatib o'tirgani yo'qmi? Xo'p, tezroq borishim kerak. Tezroq politsiyani oldiga borishim kerak. Nurson, meni bu yerdan o'tganim yaxshi. Tezroq bor. Ishqilib politsiya o'zini ishxonasida bo'lsin-da. Xo'sh. Politsiya ishxonadami ekan? Ha, politsiyani ko'ryapman, ajoyib. Tezroq bo'lishim kerak. Xo'sh, hech kim yo'qmi? Xo'sh, yaxshi. Mayli, politsiyani oldiga. Janob politsiyachi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, nima xizmat? Janob politsiyachi, qisqasi, qarangda, mana bu yerda nima edi, mana bu Jorjmi, mana shu Jorjni o'ldirib ketishibdi. Nima? Qanday? Bo'lishi mumkin emas. Mana spot guvohi bor, mana telefonim ko'rishingiz mumkin. Qiziq. Voy, Nurson, kim buni qilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Janob politsiyachi, tezroq shuni hal qilaylik. Tezroq boring.
Bo'ldi, hozir nechta odam kerak bo'ladi? Bilmadim, qayerdan bilaman. Tezroq bo'ling, mana u maxluq qilgan buni barchasini. G'alati, siz ham shubhalisiz lekin. Nima? Xo'p, mayli, tezroq boraylik. Xo'sh, siz shunday qilib umuman guvoh bo'lmagansiz, to'g'rimi? Ha, men hech nimani ko'rganim yo'q. Lekin men shuni bilamanki, bitta shubham bor, lekin u shubhamni topa olasizlarmi, yo'qmi? Nima deganingiz bu? Aytmoqchi bo'lganim, bizning qishloqda monster bor. Monster? Qanaqa monster? Qisqasi, juda ham yomonda, bu bitta qishloqni ham shu yo'q qilib ketgandi. Keyin men o'ylagandimki, mana shunga o'xshagan, mana shu bolaga o'xshagan, короче, maxluq yuradi. Juda ham qiziq. Ha. Bunaqa narsa hech uchramagan ekan menga. Shu qisqasi, mana shuni topishimiz kerak. Hozir barmoq izlari olish bo'yicha ish ketmoqda. Lekin hozir biz natijani ko'rsak, barmoq izlari umuman yo'q. Barmoq izi yo'q? Nima deganingiz? Bo'lmasa buni qanday qilib o'ldirgan bo'lishi mumkin? Buni ko'zi ham ochiq qolibdi. Ha, bu juda ham shubhali, juda ham qo'rqinchli. Ha, mayli, bo'lmasa bunga biz aniqlik kiritib, jinoyatchini topamiz. Siz ham o'tirolmaysiz, qishloqqa ketavering. Okey, mayli. Katta rahmat lekin kelganinglar uchun. Sizlarga omad. Xo'p, lekin ehtiyot bo'ling. Qotil hali ham shu atroflarda bo'lishi mumkin. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Sizga katta rahmat. Xo'sh, tezroq bu yerdan ketishim kerak. Tezroq uyimga bormasam bo'lmaydi. To'g'ri aytdi. Kim bo'lsa ham bu janobni ismini bilmadim-ku, mayli. Hech bo'lmaganda bu yerdan ketishim kerak. Bu chin ursin. Kim buni qilgan bo'lishi mumkin? Qanaqa maxluq bu? Juda ham g'alati maxluq. Merni ham yo'qotdim. Merni yo'qolganini bilisharmikan bular? Bilmadim. Mayli, ehtiyot bo'lishim kerak. Chin ursin. Merni qachon yopilishga ulgurdi? G'alati. Mer ham yo'qoldi. Merni yo'qotmadi. Merni ham o'ldirib yubordi, adashmasam ana u maxluq. Ehtiyot bo'lishim kerak. E'tiborli bo'lib qarab yurishim kerak atroflarga. Mayli, bo'lmasa ichkariga kiray uyimni. Chin ursin, nima bu? Bu boyagi politsiyachilarmi? Bu chin ursin. Buni maxluq qilgan shekilli. Ha, bo'lishi mumkin. Ularni barchasini maxluq qilgan. Ehtiyot bo'lishim kerak. Chin ursin, ana endi bularni tozalab chiqish kerakmi? Ana endi kimni chaqiraman? Bularning ustidan, politsiyani ustidan politsiya chaqiramanmi yana? Bu yerda hisobot olgandimi mendan? Chin ursin. Bu yana nima bo'ldi? G'alati. Mayli. Politsiya meni to'xtatib qoladi deb o'ylagan edingmi? Endi kimni chaqirasan? Tushunmadim. Ortingga qara. Nima? Ortingga? Jin ursin. Voy sen. Yo'qolib qoldi. Bu uyimni ichkarisida bu. Ehtiyot bo'lishim kerak. Tashqariga chiqib o'tirganim yaxshimi deyman-da. Bu ertalab ham, kunduzi ham hujum qilargan-ku. Bularni barchasini tozalab chiqish kerak bularni. Bu yerga o'tirib bo'lmaydi, politsiyani chaqirsam ekan, lekin politsiya shular-ku. Bu yerda politsiya bormi ekan, ha? Politsiya bo'l, iltimos, politsiya bo'l. Chin ursin. Politsiya yo'q, hech kim yo'q qishloqda. Nima, men qishloqda bir o'zim qolib ketdimmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Umuman bo'lishi mumkin emas. Chin ursin. Mayli. Bu uyga ham kirib bo'lmaydi. Juda ham yomon qonni hidi chiqib ketgan. Ehtiyot bo'lib qarab turishim kerak atroflarga. Bilmadim. Balki mana ortimdadir. Yo'q. Nima qilishni bilmay qoldim. Hozir nima qilsam ekan, ha? Hoy, shaxs. Tushunmadim. Kim gapiryapti? Men bilan hozir. Voy, shaxs bu yoqqa kel. Tushunmadim. Mer, yaxshimisiz? To'xtang, boryapman, mer.
Mer? Hoy. Tushunmadim. Mer qayerga? Ket oy. Hoy, tushunmadim. Sen mer emassan. Tushunmadim. Nima bu yerda? Ertagacha tirik qolsang, sen g'olib bo'lasan, aksi sodir bo'lsa, sen o'lasan. Tushunmadim. Bu yana nima? Bu yana qanaqa o'yin bo'ldi? Jenurson meni boshimga nimadir qildimi deyman-da. Jenurson mana bu yer qachon bunday yopilib ketdi, men hayronman. Mayli. Tut bo'lishim kerak. Chiqilib uyimning oldida turgan bo'lmasin-da. Xo'sh. Hali ham turibdi mana shular. Bu yerda sasib ketganini. Xo'p, tezroq resurs topishim kerak. Menga nima desam bo'ladi? Dem kerak, dem. Nurson. Bu yerda janob bormikan? Voy janob. Aka, tagi jaskim sotmayman ishdaman. Janob, siz tirik ekansiz. Qaroch qishloqda juda ham yomon ishlar bo'lyapti. Meni aralashtirma. Iltimos eshikni oching. Tushuntirib beraman men sizga. Yo, ishdaman tushuntirish shart emas. Sen bilan nimadir bo'lsa, aralashsa men yomon ishlar sodir bo'ladi. Va yo'qol. Iltimos menga yordam bering. Ertalabgacha tirik qolishim kerak. Yo'q deyapman. Janob. Bu nima? Mayli, qayerga yashirinsam ekan? Bu yerda uyigacha. Jenurson, buni uzil. Yaxshi. Eshik ochiq ekan. Yaxshi. Ichida yopib qo'yib, mana buni yopib qo'yganim yaxshi. Jenurson, mana hech kim ko'rgani yo'qmi? Mana bu yerga menimcha o'tirganim yaxshi. Вообще-то mana buni eshigini ochib bo'ladimi? Ochil. Qanday ochilar ekan bu? Ochil. Jenurson, yaxshi. Menimcha mana bu yer eng xavfsiz yer. Ha, mana shu yer eng xavfsizi. Yaxshi. Bo'lmasa eshikni yopish kerak. Yop. Yaxshi. Endi mana shu yerga kutib o'tiraman. Jenurson. Uxlab qolibman-ku. Ko'zim ketib qolibdi. Necha soat o'tibdi-ya? Yo'q, 20 minut o'tibdi atigi. Jenurson, mana ovoz edi. Bu yana nima bo'ldi? Hoy. Kim uyni buzdi, eshikni buzdi? Tushunmadim. Kimdir eshikni buzdi. Mayli. Hoppa. Jenurson, yaqinlashma. Jenurson. Bu yerdan qochishim kerak. Jenurson yondirib yuboryapti-ku. Tezroq suvni topishim kerak. Suv. Bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Jenurson, nimagadir FPS'larim tushib ketyapti. Mayli, bu yerdan tezroq ketishim kerak. Bu yerdan ketishim. Sana nima? Kerak demoqchi. Mana to'xtatib qoladi deb o'ylaganmiding? Kim gapiryapti? Hoy. Ortingga qara. San. Jimut. Kim? Qani bu yoqqa kechi. Yo'q. Nima? Mana shugina odiyni bo'lamani yengadi deb o'ylaganmidinglar? Sizlar ham bunga o'xshab ahmoq ekansizlar.